Görüp turalarsın. Lokasyonu bombası hurmatli obunachilar. 10-20-200 kvadrat. Berimiz lokasyona keladigan bo'lsak, Urganch shahar psixpolitsiyasini bilasizlar. Yani 31-mektepda şunun arkasında. Eldini haddilarına qaranglar. Görüp turalarsın. Tubik ko'cha eng oxiri. Ko'chalar ham keng joylashgan. Joyimizga keladigan bo'lsak, korobka ahvolda. Dokumentlarinden, hujjatlarining umuman muammosi yo'q. Suv, svet, gaz elden get turibdi. Suvlari girgan ekan aynan görüp turalarsın. Soğukları kılıngan pul patologlarını kılıp böyle taxlab yashash kerak bo'lgani. Joyimiz yakka solingan. Yurib turalarsınız. Dolanına qarang keyin. Bu tarafda zoli. Zolam katta rozmerda tushgan. Pinamitlarning so'g'inalarini, podushalarni görüp turibsizlar. Çok ketib taxlangan. Bu joyimiz yashash uchun solingan, hurmatli obunachilar. Bu tarafda ikkinchi qavatda chiqish lisensiyangiz. Bir yanda aşkanamız, bir de spalnimiz böyle. Peste bir spalnimiz sonra burada diyecek ki, bir de aktiranı, bir de padollar kuyruğuna geliyor. Bir yan tarafta bu taraf kısmımız. Bu taraftan katta rozmerda tushgan. Görüp turalarsınız. Joyimizni ikkinchi qavatından shu xonalar usti xona olib tushgan. Berimizdan shuni o'rni katta olib turibdi. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, ekranga yozib chiqarib qo'yamiz. Kimda kimni qiziqtirsa, ekranda nomerlarimiz o'rnatyapsizlar. Like bosib, podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlab turish yerdan chiqmasa, hurmatli obunachilar, e'tibor uchun rahmat.